2025-yil 29-mart kuni Olmaota shahrida Qozog'iston va O'zbekiston prezidentlarining norasmiy uchrashuvi bo'lib o'tdi. Prezidentlar To'qayev va Mirziyoyev o'z hukumatlari delegatsiyalari ishtirokida munosabatlarni chuqurlashtirish masalalarini muhokama qildilar. Savdo, sanoat kooperatsiyasi, transport va logistika, energetika, qishloq va suv xo'jaligi, shuningdek, turizm sohasidagi hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi. To'qayevning qayd etishicha, bunday norasmiy uchrashuvlar allaqachon yaxshi an'anaga aylangan. Uning ta'kidlashicha, butun Markaziy Osiyodagi vaziyat ko'p jihatdan Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarga bog'liq. To'qayev va Mirziyoyev o'rtasidagi muntazam uchrashuvlar va yaqin aloqalar Markaziy Osiyo bo'ylab davlatlararo aloqalarni mustahkamlashga turtki bo'lmoqda. Qo'shma Shtatlar bu mintaqada Qozog'iston va O'zbekistonga alohida e'tibor qaratmoqda. Buyuk Markaziy Osiyo konsepsiyasi ideologi F. Starning fikricha, mintaqadagi yetakchilik shu ikki davlatga tegishli. Dunyoda ochilgan uran zaxiralarining 20% dan ortig'i Qozog'iston va O'zbekistonda joylashgan. Mintaqa turli xil foydali qazilmalarga boy bo'lib, qora, rangli va nodir metallar zaxiralari bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinni egallaydi. Markaziy Osiyoning tabiiy boyliklari va uning strategik joylashuvi AQSh, Xitoy, Rossiya va Yevropa kabi mustamlakachi kuchlarni jalb qilishi ajablanarli hol emas. Islom dinining siyosati va uslublari shundayki, u o'zga xalqning mol-mulki, pulini orqasidan quvmaydi. Bu esa faqat islom dinigina insoniyatni ezgulikka yetaklash, uni insoniylik va qadr-qimmat bilan jamlash, qadri va mavqeini yuksaltirish, haq va to'g'ri yo'lga qo'yishga qodir ekanini ko'rsatadi. Shunday ekan, musulmonlar yurtlarida islom hukmronligi o'rnatilishi bilangina butun insoniyatni qutqarish uchun islom da'vatini odamlarga yetkazish mumkin bo'ladi. Qozog'iston va O'zbekiston va boshqa O'rta Osiyo davlatlari ham Allohning izni bilan kofirlarning har qanday hiyla-nayranglari va qattiq nafratiga qaramay, payg'ambarlik minhoji asosidagi xalifalik tarkibiga kiradilar. Alloh taolo marhamat qilib aytadi: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Ular Allohning nurini, ya'ni islomni og'izlari, ya'ni behuda gaplari bilan o'chirmoqchi bo'ladilar. Alloh esa garchi kofirlar xohlamasalar-da, faqat o'z nurini to'la, ya'ni har tarafga yoyishni istaydi. U Alloh o'z payg'ambarini hidoyat va haq din bilan, garchi mushriklar xohlamasalar-da, barcha dinlarga g'olib qilish uchun yuborgan zotdir.